Anlayotganinglar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlı eser. 208. bab Bani Sa'd ibn Huzaym Arablarının elçileri. Peygamber Aleyhisselam'ның qışığa Quza'a kabilesinden Bani Sa'd ibn Huzaym Arablarının elçileri geldi. Elçiler iştedeki Nu'man degen adam mındaq deydi. Biz Resulullah'a elçi bulup kelgen vakit yurtlar ve Araplar onunğa boysunup bolgan vaqt edi. Boysunganlar iki türlük bulup, onlarning bir qismi İslam diniga ixtiyari boysunganlar, yani bir qismi qilishdan qo'rqib boysunganlar edi. Biz kelib Madinaning bir tarafiga tushdik. Ondan masjidga qarab mangdik. Masjidning ishigiga borsak, Rasululloh masjidda bir jinozaga namoz o'qiyotibdi ekan. Biz kishilar bilan birga jinoza namozini o'qimasdan Rasululloh o'qib bo'lganda bay'at qilamiz deb bir tarafda kutib turdik. Rasululloh namozdan farigʼ bo'lib, bizni chaqirib, kimligimizni so'radi. Biz Bani Sa'd ibn Huzaym arablari ekanligimizni aytdik. O, musulmonmisizlar deb so'radi. Biz ha deb javob berdik. Rasululloh, bayqi qarindoshinglarning jinoza namozini nimishqa o'qimadinglar? dedi. Biz musulmonligimizni bildirib, sana bay'at qilishdan burun namoz o'qisak durust bo'lmamdikin debdik, dedik. Rasululloh, islom dinini qayerda qabul qilsanglar, musulmon hisoblanaveraysizlar, dedi. Musulmon bo'lganligimizni bildirib, Rasulullohga qo'l berib bay'at qildik. Ondan yuk taqlarimizning yoniga qaytib ketdik. Aramizdagi yeshi kichik birini yuk taqlarimizga qarashga qo'yib kelgan edik. Rasululloh uni chaqirtibdi. Biz uni boshlab bordik. O Peygamber Aleyhisselam'ның huzurida oldimizga o'tib, musulmon bo'lganligini bildirib, Rasulullohga qo'l berdi. Biz, ey Rasululloh, o bizning kichikimiz va xizmatchimiz bo'ladi dedik. Peygamber Aleyhisselam, qavmning xizmatchisi, qavmning xo'jasi hisoblanadi. Alloh uni barakatli qilsin, dedi. Shuning bilan o Peygamber Aleyhisselam'ның duosi sababidan bizning ishimizdagi eng yaxshi va Qur'onni eng obdan o'qiydigan kishi bo'lib qoldi. Shuning bilan elchilar mukofot olib qaytib ketdi. 209. bab Pazara qabilasining elchilari. Bani Pazara qabilasining musulmon bo'lganligini bildirish uchun Rasulullohning yoniga ulardan elchilar keldi. Bu qabila qahatchilik deydi. Rasululloh elchilardan yurtining ahvolini so'rab edi. Ularning biri qo'pib, "Ey Rasululloh, yurtimizda qahatchilik bo'lib, chorvalarimiz halok bo'ldi. Bola chaqalarimiz och qoldi. Robbingga duo qilsang, yomg'ir yog'dirib bersa", dedi. Ondan Payg'ambar alayhisalom Allohning saltanati haqida bir oz so'z qilgandan keyin minbarga chiqib Allohga duo qildi. Shuning bilan Alloh cho'ng rahmat qilib, ularning yurtiga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. 210. bab Bani Asad qabilasining elchilari. Peygamber Aleyhisselam'ның oldiga Bani Asad qabilasining elchilari keldi. Bularning ichida Zirar ibn Azvar va keyin payg'ambarlik da'vosi qilgan Tulayha ibn Abdullohlar bor edi. Ular musulmon bo'lib, "Ey Rasululloh, biz bu qahatchilik yilida qorong'u kechalarda yo'l yurib keldik. Bizga odam avatmeding", dedi. Allah bu to'g'rida Qur'ondagi mana oyatni nozil qildi. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga, agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, menga musulmon bo'lganliginglarni minnat qilmanglar. Minnat qilishga to'g'ri kelsa, Allah sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qilsa bo'ladi, degan. Sura Hujurat 17-oyat. Ular Rasulullohdan qushlarning uchishiga qarab pul baqish, kohinlik qilish, shig'il tashlash bilan pul silish ishlarining hukmini so'rab edi. Rasululloh bularning hammasini man'iy qildi. Ular bir qancha kun turib, diniy masalalarni o'rgangandan keyin mukofot olib Peygamber Aleyhisselam bilan xo'shlashib yurtiga qaytishdi. 211. bab Bani Uzra elçileri.
payg'ambar alayhissalomning qishig'i Bani Uzra, Bani Ali, Bani Murra va Yamandagi Xavlan qabilasining elchilari keldi. Rasululloh ularni va'daga vafo qilishga, omonatga xiyonat qilmaslikqa, qo'shnilarga yaxshi muomala qilishga buyurdi. Va zulm qilgan kishining zulmi qiyomat kuni uningga qorong'u zulmat bo'ladiganligini aytib, zulm qilmaslikqa buyurdi. 213 bob Bani Muharib elchilari. Payg'ambar alayhissalomning qishig'i Bani Muharib elchilari keldi. Payg'ambar alayhissalom o'kazda qabilalarni islom diniga da'vat qilgan chaqda ular qattiq rad qilgan edi. Musulmonlarning ashaddiy dushmani bo'lgan Bani Muharib arablariga islom dinini qabul qildirib, ularni Rasulullohning oldiga bo'ysungan holda keltirgan Allohning marhamati nima degan katta. 213 bob G'assan elchilari. Payg'ambar alayhissalomning oldiga G'assan, Bani Abbas, Naxa arablarining elchilari keldi. Rasululloh bu elchilarni Alloh uningga baxsh etgan tabiiy xushxo'ylik va go'zal axloq bilan qarshi oldi. Ular rozi bo'lgudek mukofotlarni berdi. Qaytib berib, xalqlarga o'rgatsin deb ularga iymondan va shariat ahkomlaridan ta'lim berdi. Bu elchilar qir arablarining orasida islom dinining tarqalishida cho'ng vosita bo'ldi. 214 bob Payg'ambar alayhissalomning o'g'li Ibrohimning vafot bo'lishi. Mushu yili Payg'ambar alayhissalomning o'g'li Ibrohim vafot bo'ldi. Marhum astronom Mahmud Pashaning aniqlashicha, Ibrohim Hijriyaning 10-yili Shavvol oyining 29-kuni, ya'ni milodiyaning 632-yili 1-oyning 27-kuni vafot bo'lgan. Hijriyaning 11-yili 215 bob qo'shin avatish. Payg'ambar alayhissalom mushu yili safar oyining oxirida bir bo'lim qo'shin uyushtirib, uni Usama ibn Zaydning boshchiligida Rumluqlar bilan urushish uchun Ubna degan yerga avatdi. Ilgari Usamaning otasi Zayd mushu yerda shahid bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom Usamaga: "Sen otang shahid qilingan joyga otlanib berib, dushmanni tarmar qilgin. Seni bu qo'shinga sardor qilib tayinladim. Ubna aholisiga saharda hujum qil. Ularning makonlarini ko'ydirib tashla. Dushman xabardor bo'lib qolmasligi uchun tizman. Alloh sana qalbi ato qilsa, dushman yerida ko'p turma. Yo'l boshlovchilarni hamroh qilib ol. Chorlovchilarni oldida mangdir", dedi. Bu qo'shinda Abu Bakr, Umar, Abu Ubayda va Sa'dga o'xshash muhojir va ansarlarning cho'nglari bor edi. Rasululloh alamni Usamaga tutqizib, "Bismillah" deb Allohning yo'lida urush qilgin. Allohni inkor qilganlar bilan urushqin, dedi. Muhojirlarning cho'nglari bar bir qo'shinga 17 yoshli Usamadek bir yigitni sardor qilib tayinlaganligiga bir qism kishilar Payg'ambar alayhissalomni aybladi. Rasululloh ularning so'zini anglab, nihoyatda xafa bo'lib chiqib mundoq dedi: "Ey jamoat, mening Usamani sardor qilib tayinlaganligimga ba'zilaringlarning norozi bo'lganligi ma'lum. Usama to'g'riliq menga ta'ni qilibsizlar. Uning otasini sardor qilib tayinlagan vaqtimdami menga ta'ni qilgan edinglar. Alloh bilan qasamki, Usamaning otasining sardorlikka loyiq bo'lganidek, Usamamu sardorlikka loyiq. Usama bilan uning otasi menga eng suyimli kishilar. Ularni eng yaxshi deb o'ylayman. Usamaga yaxshi munosabatda bo'lish to'g'risidagi vasiyatimni qabul qilinglar. U sizlarning oranglardagi yaxshi odamlarning biri", dedi. Bu qo'shin Payg'ambar alayhissalomning hayot vaqtida otlanishga muvaffaq bo'la olmadi. Chunki Rasulullohning kasal bo'lishi bilan Alloh uni o'z dargohiga ixtiyor qildi. Alloh xolisa bu qo'shinning Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin otlanganligini Xalifalarning tarjimaholi nomli kitobimizda bayon qilamiz. 216 bob Payg'ambar alayhissalomning kasal bo'lishi. Payg'ambar alayhissalom kishilarni islom diniga da'vat qilishdan iborat Alloh topshirgan vazifani ado qilgan
ve bu arqali Allah onun ümmetini hidayet qilgandan keyin Allah payg'ambar alayhissalomni o'z dargohida bo'lishga ixtiyor qildi. Payg'ambar alayhissalom bir qatim minbarda o'tirib, Allah bir bandasiga bu dunyoda qilish yoki u dunyoga ketishning birini xohlash ixtiyorini berdi. Bu banda o dunyoga ketishni ixtiyor qildi, dedi. Abu Bakr bu so'zni anglab yig'lab ketib, "Ey Rasululloh, ota-onamiz sana fido bo'lsin", dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men Abu Bakrning hamrohligiga o'xshash hech hamrohlik ko'rmadim. Men uningdan ko'p xursand. Agar men do'st tutadigan bo'lsam, Abu Bakrni do'st tutatdim. Lekin islom qarindoshligi kifoya qiladi. Masjidga ochilgan eshiklardan Abu Bakrning eshigidan boshqasining hammasi taqib etilsin", dedi. Payg'ambar alayhissalomning kasali Hijriyaning 11-yili Safar oyining boshlarida Maymunaning uyida boshlanib 13 kun cho'zildi. Bu jarayonda Rasululloh ayollarining uylariga yetkilib turdi va kasali og'irlashganda Aisha Siddiqning uyida bo'lishga ayollaridan ruxsat so'radi. Aishaning uyiga yetkilganda og'riq kuchaydi. Payg'ambar alayhissalom: "Ustimga og'zi ochilmagan 7 to'limdan su quyinglar, kishilarga vasiyat qilay", dedi. Payg'ambar alayhissalom o'ltirg'izilib, badaniga "bo'ldi" deb qo'li bilan ishorat qilganga qadar su quyildi. Kiyimning ustidan tutsa qo'lga bilinib turadigan qizitmani pasaytish uchun su qo'yilgan edi. 217-bob Abu Bakrning namozda imom bo'lishi. Payg'ambar alayhissalomga namozga chiqish qiyin bo'lg'achqa, u Abu Bakrni jamoatga imom bo'lib namoz o'qishga buyurdi. Bu Payg'ambar alayhissalomning Abu Bakrni o'zining xalifasi qilishni ma'qul ko'rganligi edi. Ansarlar Payg'ambar alayhissalomning og'riqi kuchayganligini bilib, masjidning atrofini aylanib yurishdi. Abbas Payg'ambar alayhissalomning oldiga kirib, ansarlarning andishisini bildirdi. Ali bilan Fazli Rasulullohni qo'ltiqlab mangdi. Abbas ularning oldida mangdi. Payg'ambar alayhissalomning beshi tingilgan edi. U birib minbarning tuvanki bosqichida o'ltirdi. Kishilar uningga hurmat bildirib, o'rinlaridan qo'zg'aldi. U Allohga hamd sano aytgandan keyin mundoq dedi: "Ey xaloyiq, sizlar payg'ambarlarning vafot bo'lishidan qo'rqyapsizlar. Burunqi payg'ambarlar mangu yashagan emas. Menmo mangu yashamayman. Men Robbimning dargohiga boraman. Sizlarmo keynimdan borasizlar. Mendan keyin sizlarning dastlabki muhojirlarga yaxshi muomalada bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Muhojirlarningmo o'zaro bir-biriga yaxshi muomalada bo'lishini tavsiya qilaman. Allah Qur'ondagi Asr surasida mundoq deydi: Zaman bilan qasamki, har qanday inson haqiqatan ziyon ichida bo'ladi. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilarla ziyon tortmaydi. Hamma ish Allohning izni bilan bo'ladi. Hech ishqa aldiraqsanlik qilmanglar. Allah insonlardek aldirang'u emas. Allohga urush ochgan odam mag'lub bo'ladi. Allahni aldamoqchi bo'lgan odam o'zi aldanib qoladi. Sizlar agar huquq tutib qolsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi? Va tuqqandarchilikni o'zib qo'yarsizlarmi? Sura Muhammad 22-oyat. Sizlar muhojirlar ansarlarga yaxshi muomalada bo'linglar. Chunki ansarlar sizlar Madinaga hijrat qilib kelishdan burun Madinaga makonlashib o'tiraqlashgan va samimiylik bilan iymon etgan. Ansarlarga yaxshilik qilinglar. Ansarlar sizlarni mahsulotlarga shirik qildi. Uylariga qabul qildi. O'zlari muhtoj turuqliq o'z nafslaridan kechib, sizlarga kerakli narsalarni berdi. Muhojirlardan bir kishi ansarlarga vali bo'ladigan bo'lsa, ansarlarning kamchilik va xatoliklarini kechirsin. Ulardan ustun bo'lib olmasin. Men sizlardan burun ketaman. Sizlarmo mening orqamdan borsizlar.
sizlar bilan jannatga kirishimiz. Kimki oxiratda jannatga kirishni xohlaydi ekan, u tilini va qo'lini yomonlikdan yig'sin. Rabiul avval ayning 13 kuni, ya'ni dushanba kuni Abu Bakr musulmonlarga imom bo'lib bomdod namozini o'qiyotganda Payg'ambar alayhisalom Oishaning hujrasidagi pardani ochib, ularga qarab tabassum qildi. Abu Bakr Payg'ambar alayhisalomni namozga chiqdi deb o'ylab, orqasidagi safga chekindi. Musulmonlar namozda turib, Payg'ambar alayhisalomni ko'rib, xushalliqdan patparaq bo'lish oldida turganda, Rasululloh qo'li bilan ularga namozini o'taverishga ishorat qildi. Ondan hujrasiga kirib, pardani qo'yibdi. Anglayotganinglar Muhammad alayhisalomning tarjima holi nomli asar. 218-bob Payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lishi. Shu kuni dahi tush bo'lmay turib, Payg'ambar alayhisalom bu dunyo bilan qo'shilib, Allohning dargohiga safar qildi. Bu Hijriyaning 11-yili Rabiul avval oyining 13-kuni dushanba edi. Ko'pincha rivoyatlarda 12-kuni dushanba edi deyiladi. Payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lgan chaqdagi yoshi to'liq 63 yosh edi. Bu chaqda Abu Bakr yo'q edi. U Bani Haris ibn Hazraj jamoatining joylari bo'lgan Sunhi degan mahallada o'ltirishliq ayoli Habibani yo'qlashga ketgan edi. Umar Payg'ambar alayhisalom o'ldi deganlarga qilichini sug'urib tahdid silib, Musa alayhisalom Allohning huzuriga berib, xalqidan 40 kun ayrilib turgandek, Rasululloh mo Allohning dargohiga ketdi. Azbiroyi Xudo, cho'qim umid qilamanki, Payg'ambar alayhisalom qaytib kelib, shundoq so'z cho'chaklarni taqat qillarning put-qo'llarini kesib tashlaydi, dedi. Abu Bakr Payg'ambar alayhisalomning vafotidan xabar topib kelib, Oishaning uyiga kirdi. U Payg'ambar alayhisalomning yuzini ochib, tezlanib o'tirib so'ydi va yig'ladi. Hamda Alloh bilan qasamki, sana Allohning rahmati bo'lsin. Ey Rasululloh, ota-onam sana fido bo'lsin. Sen hayot vaqtingdami, o'lgandimi, nima degan xushbo'y. Alloh sana ikkinchi qatim o'lim bermasin, dedi. Ondan sirtqa chiqib, Allohga hamd sana aytgandan keyin, kimki Muhammadga ibodat qilaman deydi ekan, Muhammad o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilaman deydi ekan, Alloh tirikdir. U hargiz o'lmaydi, deb Allohning Qur'oni Karimdagi mana so'zlarini o'qidi. Ey Muhammad, sen haqiqatan vafot bo'lasan. Ularmi haqiqatan o'ladi. Sura Zumar 30-oyat. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Onundan burun ko'p payg'ambarlar o'tgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, sizlar iymondan yana olamsizlar. Kimki iymondan yana oladi ekan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qilg'uvchilarni mukofotlaydi. Sura Ali Imron 144-oyat. Umar bu oyatni go'yo burun anglamagandek va Abu Bakrdan yangilar anglagandek bo'ldim, dedi. Taki musulmonlar xalifa tayinlab chiqqanga qadar Payg'ambar alayhisalom dushanba, seshanba kunlari va chorshanba kechasi dafn qilinmay uyida turdi. Ondan keyin yuyilib dafn qilindi. Payg'ambar alayhisalomni Ali ibn Abi Talib yudi. Onunga Abbasning ikki o'g'li Fazli va Qusamlar, Usama ibn Zayd, Payg'ambar alayhisalomning azatgardasi Shukron yordamlashdi. Payg'ambar alayhisalom 3 qavat kiyim bilan kepallandi. Bu kepalliklar ichida ko'nglak va salli yo'q edi. Payg'ambar alayhisalom yuyilib va kepallanib bo'lingandan keyin uydagi karvatining ustida yotqizib qo'yildi. Kishilar orqama-orqa kirib janoza namozini o'qidi. Ularga hech kim imom bo'lmadi. Ondan Oishaning hujrasida Rasululloh vafot bo'lgan joyga lahat qizildi. Ali, Abbasning o'g'illari Fazli, Qusamlar Payg'ambar alayhisalomni lahatga qo'ydi. Qabriga Bilal so'zabdi. Qabri zamindan bir g'arich atrofida ko'tarildi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'ldi.
lekin u musulmonlarga hammaning madhiyasiga loyiq hikmatlik Alloh tarafidan nozil bo'lgan, chang tutsa hech narsa ziyon yetkazolmaydigan, hech qanday yolg'on tuhmatlar ta'sir qilmaydigan Qur'on Karimni qo'yib ketdi. Allah islom dinini kamolatga yetkazib, va'dasini ishga oshirganga qadar islom dinini yeyishib beradigan, mamlakatlarni fath qilishni davomlashtiradigan va haqqoniy islom dinining quyoshini oshkorlaydigan hurmatlik yaxshi sahobalarini qo'yib ketdi. Allah va'dasini ishga oshirdi. Allah'tan bizni o'zining bu cho'ng marhamati va ulug' ne'matining shukronasini ado qilishga